Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Mana Germaniyaning bir qishlog'ida aylanib yuribmiz. Mana shunaqangi bir qishlog'iga hozir sayohatga chiqdik. Dehqonlarni, fermerlarni qishlog'iga. Mana qishloqqa kiraverishda o'rdaklarni yurishini qarang. Juda ko'p veloparkovkalar, juda ko'p. Tiqilib ketgan. Qoyil. Veloparkovka to'la. Pagoda lekin ob-havo yonyapti akalar. 30 gradus. Bu aylanishdan keyin bir ko'li bor ekan o'zarasi. O'sha yoqqa borib cho'milib damda olmasak, issiqda yonyapmiz. Germaniyada uylarni bir xil svetga bo'yashga majbur qiladi degan gaplarni eshitardim, bilmadim. Hamma uyi har xil. Kottejlar ham, domchalar ham. Morojniy bor ekan. Morojnixo'rlik qilamiz. Excuse me. Fermerlar bosib yuribdi o'zini qishlog'ida. Hammasi fermer bo'ladi. Tasavvur.
Maza ariqchaning bo'yida uyni oldida ariqchada suv oqib tursa, oppoqqina bor. Tip-tiniq degani, oppoqqina degani. Ob-havo lekin yonyapti, 32 gradus bo'lyapti. Cho'miladigan vaqt bo'lyapti. Bu nima bu e'lonlar doskasimi? Qayda yotgan mostog'isda. Shu mana gullarni sug'orishda ham avtomat qo'yib turdi, qaranglar. Trubka ulangan. Mana shunday ketyapti nasoska. Hamma gul tuvaklariga shunday qilingan. Mana shunaqa meva-cheva do'konlar juda ko'p ekan. Nomerlar bilan qo'ygan fermerlarda o'zlarining do'konlari. Tashqariga chiqarmagan endi issiq bo'lgani uchun magazinlarga kirib qarasam вообще hamma meva-cheva bor. Короче, magazindan надувной matras oldik, ana damlanadigan. Hozir shu tomonda ekan, shaqib ketyapman. Короче, bu yerda daraxtlar hech bir sivilizatsiyaga xalaqit qilmas ekanda. Yam-yashilliklar mana. Bizlarda xalaqit qiladi. Daraxtlar. Mana bu daraxt qarang. Hech xalaqit qilmaydi. O'sha qishloqchadan birda 2 kilometrcha, lekin alohida trotuar qilingan, alohida yo'lakcha. Fermerlar dalasi, mana yerda ozera bor ekan. Mana shaq ketyapman, dalaning ichida endi bu qarang, alohida trotuar. Znaklari bilan mashina mumkin emas, bu yerga mototsikl mumkin emas. Mana shunday. Menimcha shaqdan boramiz. Shaq ketamiz. Boshimdan kelyapti, chopkini o'talik. Mana. O'sha bug'doy pishib qolgan. Hamma qishloqdagilar mana shunaqa velosipedda bosyapti. Issiq ob-havo, issiq. Mana o'sha vazirasiga yetib keldik. Ko'cha bo'ylab har bir joyda kirish bor, hamma egallab olgan. Mana bu joy bo'shcha ekan. Taylaymiz endi ko'lga. Unchalik ham tiniq bo'ladimi suvi? Voshcha dahshat. Bu yerga so'raganda mana unchada soyada bironta musor yo'q, hamma o'zi bilan olib ketgan. Joychasi bor. Как положено. Qoyil. Hech kim musor qilmagan, lekin suv ko'k. Dahshat ekan suv. Suv bor, ko'shda dahshat ekan. Ana shunaqa joylari bor. Zo'r joyda. Shana suvni bo'yi, suv bir muloyim, bir mazza. Короче, mana 7 dan oshdi kechqurun. Quyosh mana shu yerda, hozir mana shu bulutdan ostida, yana shunday tushsa, keyin ketaman-da. Suvdan chiqarim yo'q, suvning ichidaman. Bir nemis kelyapti. Ana shallarga cho'milmading mana deydi. Ana qayiqchalar deydi, qishloqda o'zlari shunday tashkillashtirgan buyupul deydi, bor qayiqchalarda deydi. Bemalol suzayvergan deydi. Aytmay rahmat maylidim, hamma ketib bo'ldi, hech kim qolmadi. 7:30 bo'ldi, lekin issiqlik uchun o'tirib qolyapman suv ichida. Baliqlar ham suv betiga chiqa boshladi. Mana chiqdik, hozirdan ham qaytyapmiz endi.
Hammaga rahmat videoni ko'rganlaringiz uchun. Sog' bo'lingizlar.